Amerikada yashayotganimga ancha bo'ldi, lekin hayotimda ilk bor haqiqiy asalning ta'mini aynan shu yerda tatib ko'rish nasib etdi. Asalning tabiiyligi va shifobaxshligi menga katta taassurot qoldirdi va bu qiziqarli sarguzashtni sizlarga ham aytib bermoqchiman. Amerikada ko'pchilik IT sohasida ishlagani uchun ko'pincha kun bo'yi kompyuter qarshisida o'tirishga to'g'ri keladi. Shu sababli odamlar tabiat bilan bog'liq hobbi topishga intiladi. Men masalan tovuq boqish va o'z bog'imda sabzavot ekishni yaxshi ko'raman. Atlanta, Jorjiya shahrida yashaydigan dugonam esa arichilik bilan shug'ullanadi va bugun uning qiziqarli dunyosini yaqindan ko'rish imkoniga ega bo'ldim. Arilar bilan bu yaqin tanishuv meni hayratda qoldirdi. Ularning mehnatkashligi va tabiiy asalning sof holati juda ajoyib. Bu yerda asal arilar tomonidan 100% gul ekstraktlari bilan oziqlangan holda hech qanday sun'iy ta'sirsiz ishlab chiqariladi. Arining uyidan to'g'ridan-to'g'ri asal olib tatib ko'rganimda uning magazindagi asal bilan taqqoslab bo'lmaydigan darajada farqli ekanligini his qildim. Dugonam va uning turmush o'rtog'i Amerikaning yetakchi texnologik kompaniyalarida ishlashadi, ammo ular tabiatga yaqinlashish uchun arichilik bilan shug'ullanishadi. Bo'sh vaqtlarda asal va asaldan tayyorlangan turli xil mahsulotlar ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'yishgan. Bugun ular orqali arilar haqida juda ko'p narsa o'rgandim va Allohning mo'jizalaridan biri sifatida arilar Qur'onda ham zikr qilinganligini eslab, yanada ham hayratga qoldim, subhanalloh. Agar siz ham hech qanday ishlov berilmagan sof asalni tatib ko'rishni xohlasangiz, Rhinegold Farm Instagram sahifasiga ulanib, ularning mahsulotlarini buyurtma berishingiz mumkin. Amerika hayotida tabiatga qaytish va sof mahsulotlardan zavqlanish menga yanada chuqur ma'no beradi. Sizchi haqiqiy asalni hech tatib ko'rganmisiz?